Assalomu alaykum qalbi go'zallarim. Tinchmisiz, omonmisiz? Obunachilarimga xayrli tong, xayrli kun yoki xayrli kech tilamoqchiman, chunki meni obunachilarim dunyoni har xil joyidan tomosha qilishyapti. Bismillah deb endi yangi retseptimizni boshlaymiz. Bugun sizlarga ajoyib, juda ham mazali, og'zingizda qoladigan salat bilan keldim. Bismillah deb ishimizni boshladik. Qaynatilgan tovuqni mana shunaqa qo'limiz yordamida bo'laklarga bo'lib maydalab olamiz. Pichoq yordamida ham maydalasak bo'ladi, lekin qo'lda ham maydalasa bo'ladi. Qizajonlar, tovuq go'shtini men ko'krak qismidan qaynatdim. Albatta nima kechishini har doimdek video so'ngida yozib qoldiraman. Tuxumni qaynatib oldim. Tuxumni faqat oqini ishlatamiz, sarig'ini bezak uchun qoldirsa ham bo'ladi. Albatta qalbi go'zallarim, sizlarga tavsiya qilaman, shu salatni albatta tayyorlab ko'ringlar. Bu salatni tayyorlashdan oldin nima ketishiga qarab masalliqlarni qaynatib olasizlar va birpasda to'g'rab olsanglar, bir 20 daqiqada salat tayyor bo'ladi. Endi sir solamiz. Sir ham juda ham boshqacha salatga maza beradi. Albatta xohlagan sir tanlashingiz mumkin. Shunaqa to'g'riladigan qattiqroq sir bo'lsa bo'ldi. Qalbi go'zallarim, boshqa retseptlarimda ham qo'limdan kelgancha, bilganimcha maslahatlar berganimdek, bu retseptimda ham maslahatlar berib o'tmoqchiman. Bu maslahatim bilmaganlar uchun albatta. Tuxum qaynatdim. 10 so'ngini po'chog'ini artib tozalab oldim. Ba'zi bir larda tuxumni qaynatsak, po'chog'ini artish juda ham qiyin bo'ladi. Oddiy 5 ta tuxum ishlatgan bo'lsam, suvga soldim, baland olovga qo'ydim. Qaynab chiqqandan keyin o'rtacha olov qilib qo'yib, shu holatda tuxumni 10-15 daqiqa uzog'i qaynatamiz. Tuxum qattiq bo'lib pishgandan keyin tuxumni, ya'ni o'sha kastrulkadagi suvni, issiq suvni to'kib yuboramiz va shu kastrulkada turgan tuxumga muzli suv solib qo'yamiz. Chayib, o'sha muzli suv solayotganimizda tuxumni shu kastrulkaning chetiga urib, po'chog'ini ozgina chaqib qo'yinglar. Ya'ni tuxumning ichiga muzli suv kirsin. Ya'ni suvni aralashtirib qo'ydik. Muzli suv tuxum po'chog'ining ichiga kirib, tuxumni artish juda ham oson bo'lib qoladi. Tuxumlar shu muzli suvning ichida soviydi. Uzoq 2 soatlar tursa bo'ladi. Tuxum birpasda chaqiladi. Mana ko'ryapsizlar, sho'r bodringni to'g'radim. Bir xilda to'g'ralyapti hamma masalliqlar. Qizil lo'lagini to'g'radim. Shu jarayonda davom etamiz. Tuxumni chiroyli qilib qaynatish, po'chog'idan yaxshilab tozalab olish degan videoim ham bor. Agar kanalimda ko'rgan bo'lsanglar, shuni yana bir og'iz aytib ketdim sizlarga. Albatta bilmaganlar uchun, yoshlarimiz uchun. Shu joyda shu maslahatni berib, tarixga qoldira qoldim. O'zim hayotimda ham ko'p bo'lgan, tuxum qaynatganimda juda ham qiynalganman, po'chog'iga yopishib qolgan bo'lgan. Shuning uchun shunaqa usulni o'rganib oldim, shuning uchun sizlarga ham taqdim qildim. Mana qizlarjonlar, birpasda salatni, masalliqlarimizni birpasda to'g'rab oldik. Masalliqlarni iloji bo'lsa qaynatib 1 soatlar sovigandan keyin to'g'rasanglar juda ham yaxshi to'g'raladi. Mayonez soldik, yaxshilab aralashtiramiz. Mayonezni ham qizlarjonlar, quyuqroq mayonez ishlatinglar. Salatlarga suyuq mayonez bo'lsa, suvchirab ketib qoladi. Mana qalbi go'zallarim, mazali bo'lgan salat tayyor. Albatta tatib ko'rib, keyin kattalarga, dasturxonga, mehmonlarga ulashamiz. Tatib ko'rganimizda tuzi joyida bo'lsa, tuz solmaymiz. Bizanikida, ya'ni qizim bilan tayyorladik. Juda ham me'yorda bo'ldi, chunki sho'r bodring solingan ichiga. Ham tovuq go'shtini qaynatganimda suvga tuz solganman, ya'ni tovuq go'shti ichiga tuzini tortgan. Albatta qizlarjonlar, tayyorlab ko'ringlar. Mana shunaqa chiroyli qilib bezalib berishga harakat qildim. Albatta o'z xohishingizga qarab bezatasizlar. Qizlarjonlar, hayotinglar davomida maslahatim yana shunaqa lo'laga, qizil lo'laga qo'shilgan salatlardan ko'p iste'mol qilib turinglar. Albatta mayonezni ko'p solmadim, me'yorida soldim. Demoqchimanki, lo'laga juda ham bizning hayotimizga, tanamizga juda ham foydali. Albatta tayyorlab ko'ringlar qizlarjonlar. Salatni tayyorlab ko'rib, qanaqa chiqdi sizlarda kommentariyada yozib qoldiringlar. Albatta, sizlar meni qaysi shahardan kuzatasizlar, retseptlarim sizlarga yoqyaptimi, shuni haqida ham menga bildiringlar. Qizlarjonlar, yana qanaqa retseptlar tayyorlab berishimni xohlaysizlar, shuni haqida ham yozib qoldiringlar. Yana bir yangilik, Telegram kanal ochdim. Silkasi opisaniyada bo'ladi. Bemalol kirib, u yerda ham savollar berishingiz mumkin retseptim haqida. Quvvati ilm va ibodatga bo'lsin. Yangi retseptimga xush kelibsizlar. Bugungi retseptimizni bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz. Bugun sizlar bilan ajoyib, juda ham mazali, xamirlari qumur chiqadigan go'shtli pirog yoki balish pishiramiz.
Bismillah deb ishimizni boshladik. O'lchab olgan unimizni yaxshilab elakdan o'tkazib olamiz va unga sal xona haroratida turib yumshagan saryoni solib, yaxshilab qo'l yordamida un bilan margarinni, to'g'ri, saryoni yaxshilab qamoq holiga keltirib uqalab olamiz. Xolisanglar saryoni uniga foizi ko'proq margarin solsanglar ham bo'ladi. Mana qatiq soldim, mayonez soldim, tuz va razrxitr soldim, ya'ni oshirma tuz solib, yaxshilab shu massani o'zini xamir qoramiz. O'rtacha juda ham qo'lga yoqadigan, mazza qilib xamir qiladigan xamir bo'ladi. Qiziljoylar albatta tayyorlab ko'ringlar. Nachinkasiga xohishingizga ko'ra go'sht to'rab, piyoz bilan solishingiz mumkin. Yoki kartoshkani manga o'xshab qirg'ichdan chiqazib, qiyma aralashtirib piyoz solishingiz mumkin. Balishga unaqa mana bu narsani solsa nachinkasiga degan narsa yo'q. Albatta sharoitga qarab solamiz. Men vaqt kelsa qovoq ham, ya'ni qovonni qirg'ichdan o'tkazib ham solganman, nachinka qilib, ya'ni qiyma qilib. Mana shunaqa qilib xamir qoramiz. Albatta birinchi quyuq holiga, ya'ni suyuq massa bilan quyuq massani aralashtirib oldik. Ana endi idishimizdan olib, oshxona stolimizda mana shuni yaxshilab mushlab xamirni chiroyli holatga keltiramiz. Albatta urvoqlarni, ya'ni unni ushoqlarini, masalliqlarimizni uvol qilmaymiz. Idish tovalarimiz, ya'ni xamir qoratganimizda top-toza bo'lsin, qo'llarimiz ham, tog'orchalarimiz ham shunga ham ahamiyat beramiz. Mayonez idishlarimiz, ya'ni so'yganlarimiz, qatiq, suyuq, quyuq hamma masalliqlarni yo'qini albatta videoga tushirganim yo'q. Xamirga solib tozalab olib, idishlarimni yo'q qoldirmadim. Ana endi tayyor bo'lgan xamirimizni bitta kattaroq, bitta kichkinaroq zo'raga bo'ldim va ya'ni nachinka tayyorlagunimcha 10 daqiqa, 15 daqiqa tindirib qo'ydim. Bilaman qizlarjonlar, YouTube'da, internetda, Instagramda juda ham ko'p balish retseptlari to'lib toshib yotibdi, qo'pol qilib aytganda qizlarjonlar. Men ham o'z oilamga, o'z retseptlarimni ulashgim keldi, albatta o'zimning haqiqiy podpischiklarimga va o'zimning kanalimda yana bitta balish retsepti bo'lishini xohladim. Ko'rganingizdek kartoshkani mana xolisanglar qirg'ichdan chiqazinglar, xolisanglar mana shunaqa maydaroq to'ranglar. Qiyma go'sht soldim, piyoz soldim, albatta nima ketishini har doimgidek video oxirida yozib qoldiraman. Ziravorlar solib, bir xil holat keltirib, qiymani, nachinkani aralashtirib olamiz. Demoqchi bo'lganim, men o'z oilamga, farzandlarimga, kelin nevaralarimga qo'limdan kelgancha pishirib, ulashgim keladi, qo'ldan kelgancha ularga o'qishdan kelishganda, ishdan kelishganda xursand bo'lib, voy, oyijonim pishirib turadi, xursand bo'lishini xohlayman. Shuning uchun o'z kanalimda shu retseptlarimdan yana bir ikkita ko'paytirishni xohladim. Albatta sizlarga ham yoqsa, albatta tayyorlab ko'rasizlar. Ko'rdinglar, duxovkamni, ya'ni pechim listini yog'lab oldim. Xamiri kattasini olamiz. Chiroyli qilib xamirni o'rtacha kattalikda, ya'ni listimizga mos qilib yoyamiz. Ya'ni xamir yoyganimizda iloji boricha o'rtacha, ya'ni cheti ham, o'rtasi ham bir xil yoyilsin. Ko'rganingizdek xamir juda ham chiroyli yoyiladi. Ham balish pishib chiqqandan keyin ko'rasizlar, issiq vaqtida ham, sovuq vaqtida ham juda ham kumur bo'ladi, xamir og'zingizda eriydi. Men ko'p balish retseptlarini pishirib ko'rganman. Ularning orasida eng menga yoqqan xamir, balish xamiri retsepti shu bo'ldi. Qizlarjonlar, sizlarga ham tavsiya qilib ko'raman. Albatta tayyorlab ko'rib, sizlarda qanaqa tayyor bo'lganini kommentariyada yozib qoldiringlar. Ana endi shu holatda biz pechimizni, duxovkamizni yoqib qo'yganmiz. Men 130-140 gradusda pishiraman. Hozir 100 gradusga yoqib qo'yganman. Isib turibdi, qizib. Keyin tayyor bo'lgan balishimni qo'yganimdan keyin 130-140 gradusga ko'taraman. Sizlar ham oldindan qizdirib yoqib qo'yinglar. Chiroyli qilib mana xamirni joylab olamiz. Albatta video tezlashtirilgan. Nachinkamizni solamiz, bir xilda tekislab yoyib olamiz. Albatta bilishadi qizlarjonlarim, bittalab tushuntiraman. Chunki bu videolarimiz inshaalloh yillar davomida turadi. Alloh qodir qilgancha. Kimdirimiz 40 yoshimiz, kimdirimiz 10 yoshimiz, kimdirimiz oshxonaga endi kirdik, endi o'rganamiz. Ya'ni kimdirimiz bir 20-15 yildan beri pishiriq qilishni bilamiz. Shuning uchun men har bitta obunachimga, mehmon bo'lib kirgan qizlarjonlarimga va insonlarga oson bo'lish uchun har bir videolarimda bittalab tushuntirishga harakat qilaman inshaalloh qo'ldan kelgancha. Qizlarjonlar, mana kichkina xamirimizni oldik, ikkinchi xamirimizni chiroyli qilib yoydik va xohlagancha qilib bezatamiz balishni. Men shunaqa holatda bezatdim. Uyda mana shunaqa bir sotib olgan edim.
bir tayyorlab ko'raman deb 1-2 marta tayyorladim oilam uchun. Endi videoga ham shu asbobni ishlatib kesib ko'rdim. Qo'ldan kelgancha juda ham chiroyli chiqar ekan. Bu asbob bilan ham bezatsak, agar uylarda bo'lsa shunaqa bezatasizlar, bo'lmasa majburiy emas. Oddiy shu xamir yoyilgan holatda ham solib, chiroyli qilib to'g'irlab, moslab, chetlarini chiroyli qilib tugib, balish pishirib olsanglar bo'ladi. Aziz qizlarjonlarim, har xil oilada bir xil ko'pchilik yashaydi, bir xil 2-3 tadan, bir xil yosh oila bo'ladi. Albatta qizlarjonlar, bu retsept sizlarga ko'plik qilayotgan bo'lsa, yarim pochta tayyorlaylar, xamiri ham kamroq bo'ladi, ham kichkinaroq listda pishirasizlar. Qiymasini ham, ichida nachingasini ham kamroq tayyorlaysizlar. Albatta tez-tez yengi tayyorlaganga nima etsin? Bizning oilamizda ko'pchilik bo'lganimiz uchun shunaqa katta listda, masalan, tayyorlayman, masalan, retsept topsam ham, agar kamroq bo'lsa, bitta pochta yozilgan bo'lsa, men 2 pochtaga aylantirib tayyorlayman, chunki ko'pchilik bo'lganimiz uchun. Bizda bolajonlarim ham maktabdan o'qishdan kelib yeyishadi. Qo'ldan kelgancha tayyorlab beraman va duolarni olaman va ayniqsa shunaqa qishqirovli kunlarda og'izliga mazali, shiringina tortlar, pishiriqlar, mana shunaqa balishlar tayyorlab bergim keladi. Albatta buni ovqat o'rnida ham iste'mol qilamiz bemalol. Chunki ovqat masallig'i salomatni biz bilasizlar, videolarimda ko'p aytganman. To'g'ri ovqatlanishga amal qilamiz. Xo'jayinim bilan o'zim yosh kattalarimiz ko'proq bolajonlarimga, oyijon, dadajonimga shunaqa tayyorlab beraman. Albatta o'zini sog'lig'iga qarab iste'mol qiladi hamma. Albatta kanalimni ko'rsanglar, har xil shirinliklar, salatlar, mayonezli, mayonezsiz, sog'liqqa zarar keltirmaydigan ovqatlar ham tayyorlab turaman. Albatta bir ko'ringlar, sizlarga yoqadi deb o'ylayman. Ana endi ustiga tuxum sarig'i surishim kerak edi. Qarasam, xolodilnikning bir chekkasida mayonez turgan ekan. Qatiq ham suraman, vaqt kelsa mayonezga ozgina oddiy qaynatilgan suv solib suyultirdim-da, ustiga shunaqa qilib surib oldim. Oilamizda masalan u yo'q ekan, bu yo'q ekan pishirmasdan o'tirishimiz kerak emas. Bordan yo'q qilmasdan, yo'g'idan bor qilishimiz kerak albatta qizlarjonlar. Albatta ta'kidlab o'taman. Tuxum, masalan, oilamizda, uyimizda tuxum kam. Masalan, bitta tuxum bor. Shundan ham bir narsa pishirsa bo'ladi. Yoki tuxum yo'q retseptlar ham bor. Albatta oilamizga qo'ldan kelgancha ishdan kelamizmi, o'qishdan kelamizmi, baribir ayol kishi o'zini pishirig'i bilan, pazandaligi bilan birinchi navbatda oilasida o'rn egallaydi. Albatta xushmuomalaligi bilan, qalbi go'zalligi bilan, qalbi sofligi, samimiyligi bilan. Mana qizlarjonlar, retseptdan uzoqlashib ketdik. Maslahatlarimni berib o'tdim. Qo'ldan kelgancha to'g'ri tushunasizlar. Tayyorladim, ustiga mayonez surdim, tugdim. Ya'ni ustiga kunjut sepdim va pechga qo'ydim. Pechimga 130-140 gradusga ko'tardim. 40 gradus uzoq 35-40 daqiqada mana shunaqa chiroyli qilib pishirib oldim qizlarjonlar. Ko'ryapsizlar, mazali, ichlari bilan pishgan, qiymalari hammasi pishib ketgan. Sizlar ham tayyorlab ko'rishlarini xohlayman va tavsiya qilaman. Albatta qizlarjonlar, pishirganda pechinglarni, duxovkalarni tilini tushunib olinglar, chiroyli qilib. Oddiy tilda aytganda, men ham oldin pechim yangi olganimizda 180 gradus, 170 larda pishirardim-da, somsalarim, shunaqa barishlarim qizarib ketardi. Ayniqsa biskitlarim tegib kuyib ketardi. Mana orada sekin-sekin, masalan 180 da pishirgan bo'lsam, keyin 160 da pishirib ko'rdim. Hozir o'rganib oldim, 130-140 gradusda pechimni pasaytirib turaman-da, lekin vaqti uzoqroq pishadi. Ichlari bilan mazali bo'lib, to'liq pishib, ustilari ham chiroyli, ya'ni qizil bo'lib pishar ekan. Shuning uchun men ham 160-170 gradusga pishirmayman. 130, uzog'i 140 qilib ko'taraman-da, qizib olgandan keyin pechim. Keyin 40-35 daqiqada pishib chiqadi, lekin chiroyli qizaradi, kuymasdan ichlari bilan pishadi. Mana qizlarjonlar, darrov pishib tayyor bo'ldi. Issiqligida bolajonlarim kelib qolishdi o'qishdan-da, ishdan, hammaligiga bir pasda, hammaga bir xilda tegsin deb idishlarni qo'yib bo'lib beraman. Biz har doim oilamizda ozgina bir shirinlik bo'ladimi, bitta shokolad kelib qoladimi, hammasini to'xtab tur. Buni bir xil tengi, 7 ga bo'lamiz. Dadajonga, 4 ta farzandimga va xo'jayinim o'zimga deb bo'lamiz va hamma kelganda ulashib beraman. Kichkina narsani ham kimdir uchun, ya'ni eslab olib qo'yishingiz bu katta bir yutuq, katta bir xursandchilik bo'ladi. Shu insonga kichkina meva bo'ladimi, shokolad bo'ladimi, shirinlik bo'ladimi, bo'lishib yeganga nima etsin qizlarjonlar. Albatta qizlarjonlarim, sizlar ham tayyorlab ko'ringlar.
oila a'zolaringlarga taqdim qilinglar qizajonlar. Keyingi retseptda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling, o'zingizni asrang, Allohga omonat bo'ling. Quvvati ilm va ibodatga bo'lsin.